Assalomu alaykum. Bugun yuragingizga yetadigan bir gap aytaman. Ba'zida hayot og'ir tuyuladi. Rejalar buziladi. Odamlar xafa qiladi. Lekin shuni unutmang, Alloh sizni sinovsiz qo'ymaydi. Har bir og'riq ortida hikmat bor. Har bir kechikish ortida yaxshilik bor. Balki siz hozir tushunmayotgandirsiz. Lekin Alloh siz uchun eng to'g'ri vaqtni tayyorlab qo'ygan. Sabr qiling, duo qiling. Harakat qilishdan to'xtamang. Chunki Alloh mehnat qilgan, sabr qilgan bandasini hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Eng qorong'i tun ham tong bilan tugaydi. Agar shu gap yuragingizga yetgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va like bosing. Alloh hammamizni yaxshi kunlarga yetkazsin.